bo'yicha testosteronni birinchi o'rinda oldi O'zbekiston deb reelslar qo'yib maqtanyapsizlar, xursand bo'lyapsizlar, lekin testosteronni boshqara olmay turgan bilan o'chira ovozing. O'sha testosteronni boshqara olmayotgan dalboyoblar kundan kunga ko'payib ketyapti. Angrenda 4 ta dalboyob bitta qizni zo'rlagani yetmaganida o'zini otasi qizini zo'rladi deb yana xabar kelyapti. Bilar bu pizdец. Suka, o'zini otasi o'zini qizini radnoy bilar. Mol, eshak va boshqa hayvonlarga odamlarga qarab turib, "Nihuya себе" deydigan zamonga keldi. Yo, hayvonlar qilmaydigan narsani odamlar qilyapti. Fahm farosatingga o'tag'im. Dunyo qarab ketyapti, bilmayman, erkak yo ayol hayolga sig'maydiganki borki hamma isqirtinglarni qilib chiqishdi. Erkakni itarish norma holat bo'ldi. 4 kishilar bittasini zo'rlashyapti, otasi o'zini qizini zo'rlayapti, janob. Fohishalar chiqib qizlarga motivatsiya beryapti. Qizlar siz to'g'ri aytasiz. Siz to'g'ri aytasiz deb fohishalarni protesto qilishadigan zamon. Yo'pirrisida bilan 200 yil oldin tug'ilmayman. Men odamzod normalnilik paytida bizdos bilan